Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerlaridagi muhojiratga sharq turkistonlik qarindoshlar. Men 10 ayning 1-kuni Bursulda bo'laman. Sizni saqlayman. Bana sabablar qurib ketsin. Namoyishni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerlaridagi barliq sharq turkistonlik qarindoshlar. Sizlarni 10 ayning 1-kuni Brusselda o'tkaziladigan namoyishni saqlaymiz. Assalomu alaykum. Dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. 1-oktyabr 2019-yili Brusselda Yevroparlamentning oldida bo'lgan namoyishga hammalarni chaqiraman. Xalqimizga iyi chiqaylik. Suyumlik analar ve ana buluş olib turayotgan hanım qizlar 10 ayning 1-kunki namoyishga cho'qim chiqing. Vatandagi yetim qolgan bolalarimizga ega chiqaylik. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar 2019-yili 10 ayning 1-kunisi Brusselda o'tkazilgan keng ko'lamli birlashma namoyishga hammaning to'liq qatnashib turishini umid qilaman. Brusselda ko'rishaylik. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshim, vatandoshim. Sizni 1-oktyabr Belgiyaning poytaxti Brusselda o'tkazilmoqchi bo'lgan cho'ng ko'lamli namoyishga taklif qilaman. Unda bo'lsa Brusselda ko'rishaylik, ya'ni 1-oktyabr seshanba kuni. Xayr.